Oxirgi payt mendan bitta savolni juda ko'p so'rashdi. Nimaga aksiya haqida gapirishni boshladingiz deb. Eng katta sabab muftiy Taqiy Usmoniyni chiqargan fatvolari bo'ladi. Menimcha hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Bu odam o'zi nimaga mumkin emas deb aytdilar. Shunaqa fatvo chiqdi. Mulk emas deb aytibdilar. Va men nimaga mulk emas deyotganlarini maksimal ichini tekshirishga harakat qildim. Gazeta bir 3 ta 4 ta saytdan gazeta bir qidirdim polnishu. Va lekin topolmadim to'g'risi. Nimaga mulk emas deb aytayotganlarni men polnishu ichigacha kirib bora olmadim. Endi bu odam ham katta olim. Bu odam ham endi katta olim. Biza baribir bu odamga ergashishimiz kerak. Bu inson ham misol uchun bekordan bekor gapirmagan deb, misol uchun shu paysalarni hurmat qilgan holatda hozirchalik, ya'ni vaqtinchalik men to'xtatishga qaror qildim. Ya'ni kripto o'zim yo'nalishimni. Bu degani nima? Polnishu to'xtatishmi? Yo'q. Endi xolis ertaga fatvolar o'zgarishi bor. Inshaalloh fatvo o'zgargandan keyin bemalol ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Ya'ni kripto faoliyatimizni davom ettiramiz. Va qarang, har bitta ish o'zi behikmat bo'lmaydi-da. Chunki nima yo'qotaman? O'zi men gazeta mana 2 yilcha oldin menga bitta tanishim taklif berganda, men misol uchun mana bu spotoviy tradermiz, spot yo'nalishida ishlaymiz misol uchun. Nimaga sen aksiyani ham qo'shmayapsan degan narsani beruvdi. Va o'ylab yurganingda o'zida xolisa mana shu aksiyani ham qo'shaman, aksiyalarni ham xohlasa shu fondoviy bozorga kirib, real companylar bilan ishlab misol uchunda mana shu narsani plan qilib yurganingda va shu narsa o'zi menga turtki bo'lib qoldi. Chunki nimaga katta farqi yo'q, to'g'ri? Misol uchun aksiyalar real kompaniyalar bilan oldi-sotdi qilasiz, o'lchdor bo'lasiz, misol uchun riski low chem kriptoga qaraganda. Lekin men hali nima desa bo'ladi, to'liq tayyor emas edim. Shu 2 yilcha oldin mana shu kunga Xudo yozgan ekan. Mana shu sabab bo'ldi. Xohlasa inshaalloh mana sekin shu bo'yicha kontent qilib, videolar qilib chiqaramiz. To'g'risi men o'zi trend orqasidan yugurgan odam emasman. Qatta zo'r bo'layotgan bo'lsa, qatta pul bo'lsa o'sha qarab yuguradigan odam emasman. Unaqa narsa yo'q. Men chistay ko'proq kelajakni o'ylayman. Mana kelajakda nima rivojlanadi va qanaqa misol uchun yo'ldan yursa to'g'ri bo'ladi, misol to'g'ri paysa bo'ladi deb mana shu narsani ko'proq o'ylayman. Tez boyishga unchalik qiziqmayman to'g'risi, chunki tez boy bo'lmaydi ham. Siz to'g'ri yo'l bilan real misol uchun shaffof ishlayman deydigan bo'lsangiz, tez boy bo'lmaydi. Tez boyish boshqa, boylik qurish boshqa-da, tushunasizmi? Ya'ni ikkalasida farq bor. Вообще-то misol dunyodagi eng boy odamlar qanaqa boyida-da, xohlasa demak mana shu narsani sizlarga qisqacha tushuntirib bermoqchiman, shuni ko'rib chiqamiz. Misol mana investitsiya deymiz, ko'pchilik investitsiya deganda faqat kriptoni tasavvur qiladi, ya'ni kriptoni tushunadi. Lekin dunyodagi eng katta investorlar qanaqa boyigan? Kattaroq investorlar asosan real companylarni sotib oladi. Misol uchun bo'lishi mumkin Apple, Microsoft, Amazon sotib olishi mumkin. Ular ko'proq kompaniyalarga investitsiya kiritadi. To'g'risi, men shu o'zi informatsiyani topgandan keyin o'ylanib qolganman. Nimaga biz faqat kripto bozorida qolishimiz kerak? Nimaga bitta bozor bilan ishlashimiz kerak degan narsa miyamga urib qo'ygan. Men unaqa deyman, misol uchun 2004-yil Google IPO qilgan. Shu payt ko'pchilik internet kompaniyasi deb ustidan kulgan. Bugun esa Google $1 trillion kompaniya. Menimcha siz ham yaxshi bilsangiz kerak. 2016-yilda Nvidia oddiy video karta kompaniyasi bo'lgan. Bugun esa o'sha AI revolyutsiyasini o'rtasida turibdi. Demak, pullar faqat grafik emas, kompaniyalar ham yaratadi. Menga bu yoqda ko'proq qiziqtirgan narsa AI bo'ldi. Bugun AI deyarli hamma sohaga kirib kelyapti. Telefon, mashina, tibbiyot, robot, bank, dasturlash, hamma joyda AI. Lekin savol, bu rivojlanishdan kim pul ishlayapti? OpenAI xususiy kompaniya, lekin Nvidia ochiq kompaniya. Microsoft OpenAIga milliardlab dollar investitsiya kiritgan. AIni qurayotgan kompaniyalar ham bor. Investor imanda mana shu narsalarni qidiradi. Chunki investor aktivga emas, imkoniyatga qaraydi. Yana bitta sabab bor. Menga ko'pchilik qaysi coinni olamiz deb aytishadi. Lekin haqiqiy investorlar savoli sal boshqacharoq bo'ladi. Nimaga imanda mana shu aktiv? Mana shu fikrlashni sizga o'rgatmoqchiman. Faqat signal emas, qaror qabul qilishni. Meni Telegram kanalida nimalar bo'ladi? Har hafta aksiyalarning analizlari. Swing trade bo'ladimi, uzoq muddat bo'ladimi, xudo xolasa sekin-sekin tashlab boramiz. AI sektoriga tegishli bo'lgan aksiyalar ham xudo xolasa kanalga joylab boraman. Va конечно, real entrylar bilan, risk managementlari bilan, fundamental analiz, texnik analiz,
полностью xudo xohlasa sekin-sekin kanalda joylab boramiz. Siz faqat podдержка qilib tursangiz bo'ldi. Mani maqsadim sizga mana shu aktivni oling deb aytish emas. Maqsadim xudo xohlasa mustaqil investor qilish. Shunaqa bo'lsinki, qanaqadir bitta kompaniyaning aksiyasi chiqsa, ya'ni bitta aktiv chiqadigan bo'lsa, o'sha aktivni o'zingiz tahlil qila oladigan darajaga yetish. Bu tajribani, bu bilimni to'g'risi sizdan hech kim olib qo'ya olmaydi. Xudo xohlasa realniy informatsiya olish xohlasanglar, Telegramga obuna bo'lib qo'ying va videolarning chiqishini kuting. Xudo xohlasa YouTube'ga ham qo'yib boraman, Telegramga ham inshaalloh полностью qo'yib boraman postlarni. Demakki, xudo xohlasa har bitta chiqayotgan videolarim, postlarim sizga aniq foydasi tegadi va har bittasini maksimal mana shunaqa narsaga yo'naltiraman. Podpiska qiling, fikringizni kommentariyaga yozing va Telegramga podpiska qilish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, charchamang.